Assalomu alaykum va rahmatulloh do'stlar. Qaring Smart do'konimizda yangi va ozgina ishlagan telefonlar sizlarga e'tiborga taqdim etamiz. Xudo xolasa like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Bizni qayerdan kuzatyapsizlar, qaysi shahardan, qayerdan o'zingizlar turgan joylar. Bizni boshqa davlatlardan ham kuzatadi, masalan, Yevropadan, o'zimizda boshqa joylardan, Rossiya, Qozoq, Qirg'izistondan o'zini uydagilarga bizdan telefon olib berishadi ancha yildan beri. Shunga qayerdan bizni kuzatyapsizlar, albatta yozib qoldiringlar. Bizga bu qiziq, xudo xolasa, keyin Telegram kanalimizga yozib qoldiramiz. Telegram kanalimizda ham juda ko'p telefonlarimiz arzon narxda sotib yuryapmiz. Ashitda o'zida YouTube'ga qo'yishga ham ulgurmayapmiz. Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, o'zingizlarga, yaqinlarga yaxshi telefonlarni arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab bor. 12 ta viloyatga M-pochta, BTS pochta orqali yaqin o'rtaga bo'lsa o'zimiz ham olib beramiz. Xudo xolasa, muddatli to'lovga keladigan bo'lsak, muddatli to'lovga ham bor. Ishonch savdo do'konlari orqali yoki uzumnasiya orqali qilib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Qayerda limitinglar bo'lsa, xuddi shu yerdan qilib beramiz. Naqd pulinglar kamlik qilsa, muddatli to'lovga ham olsanglar bo'laveradi. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Qani, bo'lmasam boshladik. Bu birinchi telefonimiz Honor X9 da yangi salafan pachkasi, o'zi 350-340 atrofida sotilyapti. Bu telefon $325 ga qilib beramiz. 8256 talik qora rangingiz. Samsung A17 larimiz bor, yangi pachka ochilgani bor, ochilmagani bor, lekin yangi kelasi ham 1 yil garantiyali 6128 taliklarda 2.150.000 so'mdan qilib beramiz. Itel firmasini Super 26 Ultra'sini yangi salafan pachkasi sotiladi. Suvdan changdan himoya qilingan 144 Hz ekran tezligi 6 yilgacha qatmasdan ishlashiga garantiya beradi telefonimizga. Ko'rishingiz mumkin. 8256 talik Super 26 Ultra atiga $215 ga O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bilan. Abduhalim aka, o'zimizga uydagilarga $100 pulim bor, $100 ga bitta telefon kerak bola chaqaga deganlarga marhamat. Yangi salafan pachka o'zi 110-115 sotiladi, $100 dan qilib beramiz obunachilarimizga. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Ishlashi ancha-muncha $100 telefonga dam beradi. Garochi zo'r ishlar puliga arziydi. 3 operativga 128 xotira suvdan changdan himoya qilingan. Ishlatib maza qilasizlar, puliga arziydi. Batareykalari ham mo'shni, 5000 amper batareyka, ishlatib maza qilasizlar, ko'rishingiz mumkin. Dizayn ham zo'r zaryadchilar, chexollar ichidan chiqadi. Garantiyalar va O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz ham bor. Telefonimiz iPhone 16 Pro Max, korobka dokument holati ideal holatda, hech qanaqa chaqa-chuqasi ishlatib maza qilasizlar, puliga arziydi. 256 xotira, 90 yomkisda imekalar o'tgan holatda ko'ringlar. Telefonimiz o'zi $950 ga ham arziydi. Obunachilarimizga $900 qilib beramiz. Naqd pul muddatli to'lovga limitinglar bo'lsa, ish rasman ish shaqillar bo'lsa, ish joylar bo'lsa, bemalol olsanglar bo'laveradi. Masalan, nech pul pullashsa, $300 pullashsa, qolganiga ishonch qilib olsanglar ham bo'laveradi, muddatli to'lov qilib yoki hammasini qilib olsanglar ham bo'laveradi, yoki bo'lsa naqd pul yozsanglar ham bo'laveradi. Bemalol kelaverasizlar, xudo xolasa. 90 yomkisda 256 talik 16 Pro Max atiga $900 ga. Dishi telefonimiz iPhone 15 Pro, holati zo'r, natural titan, hech qanaqa chaqa-chuqasi ishlatib maza qilasizlar, o'ta ham tiniq holat. Qimmat tonirovka stiklolar qo'yib qo'yilgan, ko'ringlar. 128 xotira, 88 yomkisda $640 deyapmiz. Obunachilarimizga 630 ham qilib beraveramiz. Kelaverasizlar, 15 Pro shunaqa tiniq naqd ekanlarga marhamat. Naqd pul muddatli to'lovga $640 qilib beramiz. Obuna bo'lgan bo'lsanglar 630 ga. Tavsiya qilaverasizlar, xudo xolasa. Следующий telefonimiz iPhone 13 Pro tilla rangda gold svetda, ko'ringlar, holatlari zo'r, ayb nuqsoni yo'q, chaqa-chuqasi o'ta ham tiniq holatda. O'zim ham qiziqib tekshirib ko'rib oldik. Inshaalloh pulini ham arzon qilib beramiz, ko'ringlar. 81 yomkisda 128 talik tiniq 13 Pro da 430 deyapmiz. Obunachilarimizga $10 arzoniga 420 ga qilib beramiz. Qaring Smart do'konimizda iPhone 13 Pro gold svetdagi naqd pul muddatli to'lovga tanishlarga sразу jo'natib berasizlar. Inshaalloh puliga arziydi. Sizlar sababli yaxshi telefonlarda, arzon narxlarda, ishonchli qo'llardan, ishonchli do'konlardan olishingiz mumkin. Keyingi telefonimiz iPhone 13 Pro 256 GB xotira, 82-83 yomkisda adashmasam. Face ID turton radnoy holatda o'zim ham ishlatdim, bir ekan, haqiqatda zo'r telefon ekan. Zaryati ham, sviyazi ham hamma yo'q zo'r ekan. Gap yo'q telefonga, xudo xolasa. Garantiya beramiz, holati ideal, hech qanaqa chaqa-chuqasi yo'q. Tiniq holatda. Telefonimizni 83 bo'lishi kerak, yomkisi 83 256 talik imekalar o'tgan holatda tinig'ini. Buni o'zi 450 ham deyapmiz. Obunachilarimizga 430 qilib beramiz. Nima deyapti deydi, dashnini.
iPhone 13 Pro 256 GB xotira, 83 yo'nkisida imekalar o'tgan, Face ID turibdi, radnoy holatda, ishonchli telefon. Telefonimizni 430 qilib beramiz. Mana bu telefonda 1.900.000 so'mga oldik, 1.900.000 so'mga berib yuboramiz buni. Bu iCloud'dan yechilgan ekan, sim karta o'qimaydi, lekin 256 xotira, ishlash sifati zo'r. Instagram, Telegram, YouTube yurgizsa bo'laveradi, через Wi-Fi ishlaydi. Telefonda mana sim kartada gaplashib bo'lmaydi xolos. Qolgan hamma yo'q zo'r. Face ID turibdi, hamma yo'q bor. 11 Pro Max 256 xotira, yo'nkisi ham 80 atrofida. 1.900.000 so'm o'zimning narxiga berib yuboramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. iPhone 17 Pro korpusda XS Max sotiladi. Ko'ringlar, holati ideal. iPhone soni 100 yo'nkisida 64 GB xotira, Face turtonlari bor, ishlatib maza qilasizlar. Puliga arziydi telefonimiz. Ko'ringlar, o'zi aslida 2.300.000 2.5 millionga ham tushadi. Sizlarda XS Max bo'lsa shunaqa qo'yaman desanglar, o'zi 2.5 millionga ham boradi. Obunachilarimizga 2.100.000 deyapmiz, 2 million so'm qilib beramiz oxiri. Ko'ringlar, 2 million so'mga inshaalloh puliga arziydi. Kimga kerak bo'lsa marhamat, 17 Pro Max pul yetmayotganlarga mana tavsiyamiz. Shuni olsanglar, dushmanlar kuyatdi. O'zi ham 17 Max ishlatyapti deb 2 million so'mga obunachilarimizga ko'ringlar. Vashi zo'r XS Max ishlatib maza qilasizlar. Endi следующий telefonimiz XR'imiz bor, ko'ringlar. XR 256 GB xotira, Amerika region, 76 yo'nkisida, bu ham Face ID turibdi, hamma yo'q bu. Zaryad tugab bo'libdi, ekranlari ham toza, tiniq, ishlashi zo'r, aybi nuqsoni yo'q. Bu ham mana shunaqa 2.200.000 2.300 ga ham arziydi. 2.100.000 qilib beramiz. Boringlarni 2 million so'm obunachilarimizga. Vashi zo'r telefon, puliga arziydi. 17 Pro qilib ishlatib yuraverasizlar, xudo xohlasa. Keyingi telefonimiz iPhone 12 holatda, oq rangda, holati yaxshi, aybi nuqsoni yo'q, Face ID turibdi, hamma yo'q, Radon 81 yo'nkisida 64 GB xotira, 12 vashi zo'r telefon. O'zim ham ko'p ishlatgan telefonim 12 bo'lsa kerak, adashmasam. Kimga kerak bo'lsa marhamat, o'zi 3 million so'm, 3.500.000 so'mga ham arziydi. Shunaqa qimmat sotilgan, hozir arzon payt. Olsanglar, yutasizlar, xudo xolasa 2.850.000 so'mga. Face ID turibdi, imekalardan o'tgan iPhone 12 11 puliga. Srochniy videoda yaqinlarga yuborib qo'yamiz, puliga arziydi. Xudo xolasa. Yana bitta iPhone 12 miz bor, 2.650.000 so'mga, 74 yo'nkisida 64 GB xotira, Face ID turibdi, holati ham o'ta ham tiniq holatda, 2.650.000 so'mga arziydi. Xudo xolasa, like bosib, obuna bo'lib qo'yamiz. Keyingi telefonlarimizni xudo xolasa arzon narxda qilib beramiz. O'zingizlarga, yaqinlarga tavsiya qilsanglar bo'laveradi, xudo xolasa. iPhone bularimizni ko'ringlar, holat yaxshilari bor, arbi nuqsoni yo'q, Face ID turibdi, hamma yo'q, yaxshi. 64 GB xotira, 71 yo'nkisida 2.150.000 so'm, 2.250.000 so'mga 128 xotira, 78 yo'nkisida. Face ID turibdi, ikkalasini ham holati zo'r, arbi nuqsoni yo'q, puliga arziydi, xudo xolasa. XS puliga kerak bo'lsa o'rtalar, sira sotib olinglar, tavsiya qilamiz arzon narxda. iPhone XR hamda XS Maximiz bor, holatlari zo'r, aybi nuqsoni o'ta ham tiniq holatda mana. 91 yo'nkisida 64 GB xotira, o'ta ideal. Face ID turibdi, hamma yo'g'i bor. 2.100.000 so'm qilib beramiz. XS Max 256 GB xotira, 76 yo'nkisida Face ID turibdi, radnoy holatda. Bu ham ikkalasi ham zo'r. Bunisini 2.350.000 so'm deyapmiz, 2.250.000 so'm arzoniga obunachilarimizga. Texno Camonlarni ko'ringlar, ko'pchilik so'rovdi, marhamat. Obunachilarimiz ko'ringlar, holati yaxshilari bor, aybi nuqsoni yo'q. Texno Camon 40 Pro hamda 40 o'zi, ikkalasi ham korobkadagi men zaryadchilar bilan holatlari zo'r. 8 ga 256 GB, tepada pasta kolonkalari, o'ta ham zo'r telefonlar, dizayn, ishlash sifati, puliga inshaalloh 2 martalab arziydi. Masalan, 40 Prosini ko'ringlar, ana atroflarini, oldi ekranlari, ishlashlari, tezliklari haqiqatda zo'r telefon ekan. Puliga 2 martalab arziydi, xudo xolasa. Kimga kerak bo'lsa marhamat, ishonchli, sifatli, yaxshi telefonda, yaxshi do'kondan xudo xolasa xarid qilasizlar. Texno Camon 40 Pro atiga 1.750.000 so'mga yangidek. 5200 amper batareyka, 8 ga 256 GB, 50 megapiksel kamera, puliga xudo xolasa arziydi. Tavsiya qilaverasizlar yaqinlariga. 1.700.000 ga 1.500.000 qilib beramiz oxirgi narxlarni. Camon 40 bilan 40 Pro'si puliga arziydi, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Arzon narxda iPhone 8 so'rayotganlarga marhamat, ataga 800.000 so'm qilib beramiz. O'zi 900 deyapmiz, 800 ga sizlarga. Kamerasi ozgina qaltirab qoladigan aybi bor ekan, qolgan hamma yo'g'i yaxshi. Ishlayveradi. Unisini ham to'g'rilatib olsa bo'ladi. 64 GB xotira, yo'mkisi ham shu 70 80 atrofida, xudo xolasa 800.000 so'm qilib beramiz.
Telefonlarimiz Samsung Galaxy S10 BG holatlari zo'r, aybi nuqsoni yo'q, xudo xolasa garantiyalari bilan bitta kirishga salishgani bor 1.900.000 qilib beramiz. Qolganlarini 2 million so'mdan holati zo'rlarni 8256 talik 4.5 ming amper batareyka, hamma yo'q radman holatda qolganlarini imekalardan o'tgan. Ular endi kompyuterda bitta sim kartali 8256 o'zim ishlatganman, puliga arziydigan zo'r telefonlar, rasm, videosi, kamerasi, ovozlari, ekranlari eng qizig'i super AMOLED ekran, dinamik yo'llar, prosessorlar Snapdragon puliga arziydi 2 million so'mga vash kapika 2,5 million 3 million sotilgan paytida. Tavsiya qilaverasizlar yaqinlariga. Avvalgi ekran shunaqa Samsung yaxshisini flagman variantlarini axtar ekanlarga. Redmi Note 10 to'llarimiz bor, holatlari yaxshi, aybi nuqsoni, korobka dokumentlari bor. 6 ga 128 ta 1,5 milliondan qilib beramiz. 8256 taning 1 million 650 ming so'm ko'ringlar, hamma yo'q radnoy. Endi yaqinda chiqqan telefonlar holatlari zo'r, aybi nuqsoni yo'q. 5,5 ming amper batareyka, 108 megapiksel kamera, suvdan changdan himoya qilingan, ishlashi sifati zo'r, ikkita sim karta shu imekalardan o'tgan. Tavsiya qilaverasizlar. 1 million 1,5 million atrofida eng zo'r telefonlardan desa ham bo'laveradi. Xiaomi 11 ta Pro bilan 12 tamiz bor, ko'ringlar. 12 ta 12256 talik holat yaxshi, aybi nuqsoni, korobka dokumentlari yo'q, garantiyalar bor, ikkalasida ham 2 million 250 ming so'm qilib beramiz. 1 million 952 11 ta Pro'si 8 ga 128 talik. Ikkalasini ham holati yaxshi, aybi nuqsoni, ishlangan telefon, lekin zo'r holatlari. Puliga arziydi 2 million 200 ga 1 million 900 oxirgi narxlar do'kondan kelib olib ketsanglar. Xiaomi 13 Lite telefonimiz sotiladi, holati yaxshi, aybi nuqsoni yo'q. Ozgina ekranda sariq dog'lari bor, lekin puli arzon, holati zo'r. Ko'ringlar, o'ta tiniq holatda 1 million 650 ming so'mga 8 ga 128 talik. O'zi aslida 2 million so'm sotilayotgan telefon 400 ming so'm arzoniga. 1 million 650 ga Xiaomi 13 Lite ko'ringlar. Puliga arziydi, xudo xolasa 2 martalab like bosib, omon bo'lishni unutmaymiz. 2,5 million so'mdan atrofida sotilgan telefon atiga 1 million 950 ming so'mga Samsung Galaxy Note 10 Plus, holati yaxshi, aybi nuqsoni shu ozgina chaqa-chuqalar bor atrofda, qolgan hamma yo'q zo'r. 12 operatika 256 GB xotira, ekranlari ham yaxshi, hech qanaqa bir muammosi yo'q. Ko'ringlar, mana 12 256 GB Note 10 Plus atiga 1 million 950 ming so'mga do'stlar. Puliga inshaalloh arziydi deganlar, niyat qilganlar like bosib qo'yamiz. 2 million so'mga arziydigan telefon atiga 1 million 600 ming so'mga Samsung Galaxy S10 Plus, ko'ringlar 8 ga 128, holati yaxshi. Nimaga 300 ming so'm arzon desanglar, mayda knopkalar urib qo'ygan ekan, buni ham qo'ysa bo'ladi. Ustiga berib qo'ydirib olsa ham bo'laveradi yoki bo'lmasa shundaycha sotib olsanglar ham bo'laveradi. 8 ga 128 talik Samsung Galaxy S10 Plus telefonlarimiz, mana ko'ringlar. Atiga 1 million 650 ming so'mga vash arzonlar. Poco X7 Pro so'rayotganlarga marhamat, holati yaxshisi bor, aybi nuqsoni yo'q. Korobka dokument original 90 vattli zaryadchilar bilan 8256 talik 3 million 350 ming so'mga zo'r holatda, ishlashi sifati zo'r, puliga arziydi qiymatlar. Tavsiya qilaverasizlar. Honor X7D sotiladi, korobka dokument original zaryadchilar bilan yangidek hech qancha ishlamagan 8256 talik atiga 1 million 650 ming so'mga obunachilar foydalanib olinglar. 6,5 ming amper batareyka, 8 GB operativka, 256 GB xotira. Halim Smart do'konimizdan o'ta ham arzon narxda xarid qilsanglar bo'laveradi. Nastroyga kiraman deb galeriyaga ketib qoladi. Mana Honor X7D 8 operativka, 256 GB xotira, 6,5 ming amper batareyka do'stlar. Vahshiy zo'r holati ham, puliga arziydi. Poco F4 GT telefonimiz sotiladi. BG'si holati zo'r, aybi nuqsoni 12 256 talik atiga 2 million so'mga 2,5 million atrofida sotilgan. Ozgina ekranda sariq dog'lari bor, lekin hech qanaqa ziyoni yo'q. Inshaalloh maza qishlasizlar, puliga arziydi. O'zini original 120 vattli zaryadchilari bilan. Игровой telefon, mana qanamalar, joystiklari o'zi bilan ko'ringlar. Puliga arziydi, atiga 2 million so'm. Srochniy video tavsiya qilaverasizlar yaqinlarga. Keyingi telefonlarimiz mana Redmi Note 14 Pro 8 ga 256 GB lik korobka dokument bor, zaryadchi yo'q, lekin garantiyalari bor, 2 million 150 ming so'mga. Keyingi telefonimiz Note 50 Pro, Infinix firmasiniki, JBL firmaning kolonkalari qo'yilgan, holati ideal holatda 12 256 talik korobka dokument. Zaryadchiga borlarini 2 milliondan 2,5 millionga sotdik. Buni korobka dokument zaryadchi yo'qligi uchun 2 million so'm qilib beramiz. Ko'ringlar, inshaalloh puliga 2 martalab arziydi, o'ta ham holatda yangidek. Samsung Note 10 BG'imiz ham bor, 12 256 talik, holati zo'r, aybi nuqsoni yo'q, garantiyalar bilan xudo xolasa atiga 1 million 700 ming so'mga.
Samsung A17'miz ham bor ko'ringlar. 1.750 deyapmiz. Obunachilarimizga 1.650 ming so'm qilib beramiz. Oltiga 128 GB korobka dokumenti bor, yangidek. Arzon telefon so'rayotganga marhamat. Samsung Galaxy S9'imiz bor, holati yaxshi. Aybi nuqsoni shu, ozgina ikkita siniqlari bor, ekranda foni bor, lekin 650 ming so'm. Redmi 9 32 GB ligi atiga 300 ming so'mga. Samsung M12 32 GB ligi atiga 500 ming so'mga. Redmi A1 Plus atiga 450 ming so'm, 400 ming so'm qilib beramiz, 32 xotiraligi. Blackfish degan telefonimiz atiga 450 ming so'mga 32 GB xotiraligi. iPhone minimiz sotiladi, SE mini. Oldida ozgina siniqi bor, lekin zo'r ishlab beradi, 64 xotira, atiga 400 ming so'mga. Samsung telefonimiz imekadan o'tmagan ikkita siniqi borligi uchun 200 ming so'm qilib beramiz. Sim karta o'qib xolos, qolgan hamma yo'q zo'r. Hurmatli obunachilarimiz, bundan tashqari ham telefonlarimiz ko'p. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Kunda olyapmiz, sotyapmiz, ulug'imizcha hozir qo'yib berdik. Kimga shunaqa yangi yoki ozgina ishlangan telefonlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Telegram kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Yangilar birinchilardan o'tib ko'rasizlar. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. iPhone telefonlar sotiladi. 16 Pro Max 256 xotira 90 yonkisida ideal holatda korobka dokument 900 deyapmiz, 890 ga qilib beramiz obunachilarimizga. Juma kunlikda iPhone 15 Pro 128 xotira 88 yonkisida holati zo'r, aybi nuqsoni yo'q, ideal holatda, chaqa-chuqalari ham yo'q. 640 deyapmiz, 630 qilib beramiz obunachilarimizga juma kunlikda. 13 Pro ideal holatda gold svetda 81 yonkis 128 430 deyapmiz, 420 qilib beramiz juma kunlikda. iPhone 13'imiz 82 yonkis 256 da blue holati, tinni holati juma kunida 430 deyapmiz, 420 qilib beramiz. iPhone 17 Pro korpusda, 17 Pro Max korpusda ko'ringlar. XS Max'imiz 17 Pro Max korpusda, XR'imiz 17 Pro korpusda. XR'imiz 256 GB xotira 76 yonkisda 2 million 100 deyapmiz, 2 million qilib beramiz juma kunida. 2,5 million so'mga ham arziydi o'zi aslida ikkalasi ham. XR'lar mana shunaqa bo'lsa, qo'ydiraman desanglar, korpus masalan 500 ming so'mga tushadi, 2,5 million so'mga aylanadi. Lekin 2 million so'mdan bugun juma kunida xarid qilishinglar mumkin. Ikkalasini ham aksiya qilib beramiz. 2 million so'mdan tanlab olib ketaverasizlar. Facebook tonlari bor. Xudo xolasa megalardan o'tgan, ovozlari baland, ishlashlari yaxshi, puliga arziydi.